Sizlargacha bitta narsani reklama qilmasam bo'lmaydi. Bu bizaniki, ya'ni Jizzax viloyatida, bizning Jizzax shahar ichida Jizzax avtodiagnostikani do'konini ochib qo'ydik sizlarga. Bu do'kon mana balkalar deysizlarmi? Avtomat korobkalarning turishini qaranglar. Gentra, Cobalt, Nexia 3, Captiva, hamma любой mashinani avtomat korobkalarini olib kelib qo'yganmiz. Mexanika korobkalar mana Cobalt, Lacetti, Gentra hammasiniki bor. Konser motorchiklar, glushitellar, granata o'qlari, kronshtaynlar, ham Epicani motoriga nima deysizlar endi. Hadovoy uchastka ham bemalol topsanglar bo'ladi. Kelishtirilgan arzon narxida juda ham chiroyli narxda qilib beramiz. 3.2 motor Captiva, 1.8 Lacetti motorlarini qaranglar mana. Agar motor charchagansa, sboriy korobkalar bilan taqib olsanglar bo'ladi, avtomat korobkasi bilan. Ta'sirchi ana kompyuterlar bilan, stekerlar bilan turibdi mana. Korpus korobkalarining korpusi, plastmassalari, filtrlari, gidrobloklar, kompyuterlari korobkani. Mana ham razlatishni korobkalar, ebularni qaranglar turishini. Cobalt, hamma mashinaniki bor. Malibu, Captiva, Epica, rashidilni bachoklar deysizlarmi? Tepada radiatorlarni isparitillarigacha olib kelib qo'yganmiz. Val Porsche'lari ham bor. Galovkalar desanglar, galovkalar ham bor. Mana Malibu motorlari, 3 litrli Captiva'ni motori, starter, generator, ABS bloklargacha olib kelib qo'yishdi bolalar. Bizadachi yana рабочий termostatdan topsanglar bo'ladi. Juda ham ko'pchilik qiynaladi рабочий termostat topishga. Benzinsoz korpuslari ham bor ekan. Konser trubkalar deysizlar, hamma zapchastlarni olib kelib qo'yganmiz. Manzilni lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Ivanovskiy posyolka, bu yoq tomon, o'ng tomon Xotira maydoni Jizzax avtodiagnostika, bu yoq tomonimiz Advanchikka qarab ketishda. Shunda mana bu yerda suv xo'jaligi bor, o'shaning yonida basseynga yetmasdan mana avtozapchasi yozib qo'yganmiz. Mana shu raqamlarga telefon qilasizlar, men qoldirib qo'yaman. Kelsanglar, motorlarnichi idealniy состояниесini olib kelib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Davay qo'shilamiz. Hamma narsa bor bu yerda. Murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. Zapchas qidirib yurgan aka-ukalarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar.